22 dan 6 daqiqa o'tdi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga shuni ma'lum qilmoqchi edimki, mana oradan 2 oy bo'ldi ishlamayotganligi. Ya'ni kechadan faoliyat boshlandi. Shu 2 oy davomida nimalar qildim? Nimalar bo'ldi? Shular haqida gaplashamiz. Xo'p. Odam zoti boshiga shunaqa ishlar boshiga tushar ekanki, hatto siz kutmagan, biz kutmagan, sizlar eshitmagan, bizlar ko'zimiz bilan ko'rmagan narsalar bo'lar ekan. Bu narsani men gapirishi to'g'rimi, noto'g'rimi bilmadim. Gapirgim keldi, gapiryapman. Sizlar bilan dardlashgim keldi desam to'g'riroq bo'ladi. Promoy efir qila olmayman. To'g'risi aytaman. To'g'ri, ko'zim yaxshi ko'rmaydi, yolg'on gapirmayman. Efirni yozib olib turib, promoy qo'ya olmasam, yozib olib turib joylashtiraman. Lekin xato kamchilik bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. Ro'za Ramazon oyining mana bugun 22-kuni tugab boryapti. 23-kuniga qadam qo'yyapmizki, nima desam ekan? Kutilmaganda mana kaloz usti ochilishi yoki masalan sal oyog'im kirib ketishi, bu avvalambor Alloh ishi. Alloh xohlagan bandasini sinaydi, har tomondan sinaydi. Allohdan shunaqa so'radimki, imkon darajasida oyoqqa turib ketay dedim. Mana oyoqqa turdim, lekin oyoqqa turgunimcha kim do'st, kim dushman, kim nima hammasini aniqlab bildim. Lekin sizlarga shuni ma'lumot qilamanki, mana qancha sa'y harakat qilib oyoqqa turdim. Kanalimda efirlarni to'xtatib qo'ygandan juda afsuslandim. Mana efirlar boshlandi, davom etyapti. Kuzatishda davom etinglar. Ko'z ojiz dastavchi kanali ish faoliyati davom etadi va oxirigacha boramiz. Hurmatli obunachilar, hay'at taxminiy sanalar bo'yicha hozircha aniq sonlar aytilmayapti, lekin ma'lumotlarga ko'ra 20-mart deyilyapti. Yana ham aniqlab aytishga harakat qilaman. Ertaga aniq bo'ladi. Bu narsalar balki aytishim to'g'rimi, noto'g'rimi bilmadim. Sababi men vazifam faqat anma Dastavka va Yandex yog'iga o'chishga haqqim yo'q. Chunki o'zim she'r qo'yganman. Hurmatli obunachilar, to'g'risi aytaman, 2 oy davomida juda azobini yedim. Iltimos, продолжайте движение прямо. Odamlar, e'tibor beringlar. Qayerda kaloz ochiq bo'lsa, albatta o'zimiz ham harakat qilamiz xabar berishga. Ochiq joylarni yopib yuringlar. Iltimos sizlardan. O'sha kuni 4 ta samokat qo'ydirib ketdim men. O'sha holatimda men zakazlarni tashlab keta olmasdim, chunki zakaz qabul qilib qo'ygan joyim bor edi. Mis yirtilishi degani bu suyuqlik yig'ilishi degan gap ekan. Bu juda og'ir vaziyat. 3-poложениyadan mana 2-poложениyaga o'tdim. Shuning uchun men ishlab yuribman. Hurmatli obunachilar, hammalarga sog'lik, salomatlik tilayman. Через 50 метров поверните направо, а затем поверните налево. Ish faoliyati davom ettiraman. Hozircha xayr demayman. Chunki bugun soat 01:00 gacha efir olib boriladi.